Anqara Universiteti Til va Tarix Coğrafya Fakultetining o'qituvchisi doktor Erkin Ahmedning 4 qarindoshi Xitoy doiralari tarafidan terrorlik harakatlarga yordam berish jinoyati bilan ayblanib 10 yildan yuqori qamoq jazosiga hukm qilingan. Erkin Ahmed 2016-yildan buyon qarindoshlari bilan hech qanday aloqa qila olmagan bo'lib, 2020-yillarning boshlarida 13 tuqqanining yig'ilish lagerlariga qamalganligidan xabar topgan. Buningdan bir ay burun doktor Erkin Ahmed Qashqar viloyat taftish mahkamasining Qashqar viloyat o'rta xalq sud mahkamasiga yozgan Mehmet Ahmed, Ömer Ahmed, Nisa Ahmed va Anvar Ahmed qatorliq 4 qarindoshi haqidagi ayblash nomisini topshirib olgan. Ayblash xatida Xitoy doiralari Turkiya vatandoshligidagi Anqara Universitetining o'qituvchisi Erkin Ahmed apandini terrorchi deb e'lon qilgan bo'lib, qarindoshlarini Erkin Ahmedga sovg'at berganligi uchun terrorlik harakatlarga yordam qilgan degan jinoyat bilan qo'lga olgan. Xitoy doiralari Erkin Ahmedning 4 qarindoshini terrorlik tashkilotining a'zosi Erkin Ahmed bilan 2006-yildan 2016-yilgacha bo'lgan oraliqda aloqa qilgan deb ayblagan. Erkin Ahmedning terrorlik harakatlarga yordam berish bilan ayblangan 4 qarindoshidan Nurnisa Ahmedga 14 yil, qolgan qarindoshlarga 11 yil qamoq jazosi berilgan. Turkiya taratqullarining ziyoratini qabul qilgan doktor Erkin Ahmed 1992-yildan buyon Turkiyadagi davlat qaramog'idagi universitetda o'qituvchilik qilayotganligini ta'kidladi. Xitoy doiralari Erkin Ahmedni terrorchi deb ayblagan bo'lsa-mu, ayblash nomida uning qaysi terrorlik tashkilotining a'zosi ekanligi yoki qaysi xildagi terrorlik harakatlarini ilib borganligi haqida hech qanday uchur berilmagan. Erkin Ahmedning terrorlik jinoyati bilan ayblanishining asosli sababi Erkin Ahmedning Dunyo Uyg'ur qurultayida vazifa o'taganligi bilan munosabatlik bo'lish ehtimolligi yuqori deb qaralmoqda. Doktor Erkin Ahmed bir Türk fuqarosi bo'lish sifati bilan ahvolini Turkiya Cumhuriyatining raisi Erdo'g'onga yozma shaklda bildirgan. U bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi: Ayblash nomida aytilganda qarindoshlarimning kesilib ketishiga faqat men sabab bo'libdiman. Turkiya Cumhuriyati mening qanday kishi ekanligimni biladi. Shunga Xitoy bilan bo'lgan diplomatik yo'llar bilan Xitoy hukumatiga ahvolni aytib, qarindoshlarimni qutuldirib berishini talab qilib prezidentga xat yozdim. Texi menga aniq javob kelmadi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi: Xitoy chet ellarda kurash qilayotgan Uyg'urlarning vatandagi oilasiga tahdid yoki ularni tutqun qilish orqali bisim qilishni davomlashtirmoqda. Xitoy zulmiga qarshi sukut qilmasligimiz, aksicha dilda, fikrda va harakatda birdek bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkiston va chet ellardagi zulmiga qarshi harakat qilishimiz lozim. O'tgan hafta har qaysi axborot vositalaridan keng yara olgan Uyg'ur model yigit Mardon G'apparning tutqun holatidagi sin ko'rinishi Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi bostirish faoliyatlari haqida cho'ng bir bas munozaraga sabab bo'lgan edi. Oradan uzun o'tmay Xitoy hukumati tezdan buningga inkos qaytarib, bu haqdagi uchurlarni inkor qildi. BBC agentligining 18-avgustdagi xabarida aytilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat ularning savollariga yozma inkos qaytarib, Junxo Xalq Jumhuriyati turma emgak qonunining 37-moddasi bo'yicha xalq hukumati turmadan qo'yib berilgan jinoyatchilarni makonlashtirdi. Bu jarayonda Mardon G'appar o'ziga ziyonkashlik qilish xarakteridagi haddidan oshgan harakati bo'lg'achqa, uningga ashunda qonuniy tadbirlar qo'llanilgan deyilgan. Ammo Mardon G'apparning Gollandiyadagi tog'asi Abdulhakim G'appar buni rad qilib, Mardonning Foshan shahrida uyi bor. Agar uni makonlashtirsa, nima uchun Foshan shahriga makonlashtirmay kuchaga qaytarib keladi deb savol qo'ydi. Shundaqla bu ayblashlarni butunlay yolg'on deb qaraydiganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı bilan Amerika cheklik miqdorda dengiz mahsulotlari, qirsal qatorliq mahsulotlarning tamojna bejini kamaytirishga qo'shildi. Yevropa İttifaqı komiteti savdo amaldori Phil Hogan bilan Amerika savdo vakili Robert Lighthizer tamojna bejini kamaytirish to'g'risida birlashma bayonot e'lon qildi. Xitobnomada Yevropa İttifaqı bilan Amerikaning o'zaro savdoda tamojna bejini kamaytirishni ta'minlaydigan bir yurish kelishimda birlikka kelganligi ko'rsatildi. Xitobnomada ko'rsatilishicha, bu Yevropa İttifaqı bilan Amerika o'rtasidagi 20 yildan ko'proq vaqtdan buyongi tunji tamojna bejini kamaytirish kelishimi bo'lib, Yevropa İttifaqı 8-oyning 1-kunidan boshlab Amerikadan import qilinadigan tirik va to'natilgan dengiz mahsulotlarining tamojna bejini 5 yil ichida amaldan qoldiradigan. Yevropa İttifaqıdan import qilinadigan tayyor tamoq, kristal aynak buyumlar va chiroq qatorliq mahsulotlarning tamojna bejini %50% tuvanlatadiganligi o'tirib qo'yilgan.
Türkiye prezidenti Erdoğan Fatih nomli burg'ulash paraxotining Qora dengizda 320 milliard kub metr gaz bayqalganligini e'lon qildi. Ularning o'xshash rayonda yangi bayqashlarni umid qiladiganligini ta'kidlagan Erdo'g'an, O'rta dengizdagi tadqiqotlarning tezlashadiganligini bayon qildi. Erdo'g'an Turkiya Qora dengiz tarixidagi eng chong tabiiy gazni bayqadi. Quduqdan erishgan sonliq ma'lumotlar o'xshash rayonda uning yangi tabiiy gaz bayqash ehtimolligining yuqoriligini ko'rsatib beradi. Bu bayqash g'oyat zo'r bir boyliqning bir parchasi. Inshaalloh davomi pad yaqinda keladi dedi. Erdo'g'an hozir burg'ulash quduqlarining ichilishga boshlanganligini, ondan ishlab chiqarish va qurilish xizmatlarining boshlanganligini eskartib, bizning maqsadimiz 2023-yili Qora dengiz gazini millatimizning ishlatishiga ta'minlash dedi. Xitoyning Sichuan o'lkasidagi bir yo'lning o'ttirisi tuyuqsiz yerilib, 21 mashina azgalga tushib ketdi. Xitoy davlat taratqularida e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, yo'lning o'ttirisida taxminan 500 kvadrat metr keladigan yer tuyuqsiz o'rilib tushgan. Yebindagi bir mol setib olish markazining oldida yuz bergan voqeada 21 mashina azgalga tushib ketgan. Doirlar voqeani tekshirayotganligini, yaralangan odam yo'qligini aytdi.